Assalomu alaykum aziz bizning tinglovchilar va dasturlarimizni boshlashdan avval yodingizga solib qo'ysak, bizda Alkitab Media internet saytimiz ham mavjud. Bugungi bizning dasturimizning mavzusi esa ota-onalar avlodi va ularning hayotga qarashi. Agar to'liq tushunchasini olib boradigan bo'lsak, barqarorlikka qanday olib boradi, qarashadi ular. Bilasizmi, ko'pincha ota-onalarimiz ishni barqaror, turmushni muqarrar deb ko'rishadi. Bu fikrlar ularning hayot tajribasidan kelib chiqadi. Bu tomonda foydali jihat borki, biz ularning fikri qanday bo'lishi shakllanadi. Bu yoshlar uchun qanday ta'sir qiladi va qanday muvozanat qilishni mumkinligini ko'rib chiqamiz, aziz do'stlar. Umuman olib qaraganda barqarorlik yoki bundaycha oddiycha til bilan olib qaraganda stabilnost degan narsa bor. Bizning ota-onamiz avloddagilari fikrlari o'qishingizni tugating, yaxshi ish toping, uy oling degan iboralarni ko'p bora eshitganmiz ota-onamizdan. Nimaga shunday deyishadi? Chunki ular mana shunday tarbiya olishganki, agar uy o'qisang, uyli, joyli, hamma narsang bo'ladi degan va bu eng to'g'ri tushunchalardan biri deb o'ylayman. Ikkinchidan, ekonomik va ijtimoiy kontekst bo'ladi. Bu yerda ilgari ham kam imkoniyatlar bo'lgan, ishsizlik va barqaror daromadning ahamiyati katta bo'lgan, aziz do'stlar. Agar ota-onangizdan so'rasangiz, ular sizga aytib berishadi. Bunday imkoniyatlar mana hozirgida bilmayman kimda qanaqa, lekin meni ota-onam hozirgadir aytadiki, men ham o'zimning farzandimga aytamanki, hozirgida senga berilayotgan imkoniyatlar agar menda bo'lganimda, albatta men hayotimni 360 gradusga o'zgartirgan bo'lar edim. Chunki men masalan, agar men o'zimni olib qaraydigan bo'lsam, mendan bunchalik katta imkoniyatlar ham bo'lmagan. Aziz do'stlar, ota-onamizda esa undan ham kam bo'lgan. Masalan, aytaylikki, ota-onalar ko'pincha davlat tashkilotlarida ishlashni afzal ko'radi. Chunki u barqarorlik va ish haqqi kafolatlaydi. Albatta aziz do'stlar, bu yerda doimiylik bo'ladi. Bizning ota-onamiz mana shu joyda bu to'g'ri, bu ish oylik doimiy ravishda bo'ladi degan narsa mavjud. Menda ham hozir mana shu yoshga kelib, mana 40 dan oshgan bo'lsam ham, aziz do'stlar, menda ham o'ylaymanki, birorta joyni albatta men davlat ishida ishlab ko'rganman va bu aytamanki, eng achinarli tajribalarimdan biri desam ham bo'ladi. Chunki agar hozirgi ekonomika bilan oldingi ekonomikani qarasak, umuman boshqachadir, to'g'rimi? Men o'ylaymanki, sizlar ham ota-onangizdan eshitgandirsiz. Bizning yoshimizda unday bo'lmagan, bizning davrimizda deb. Umuman olib qaraganda, jamiyat va oila ta'siri qanday bo'lgan? Boshqa ota-onalar va qo'shnilar ham bu yerda doimiylikda qo'llab-quvvatlaydi. Jamiyatda shunday standartlar mavjudki, to'g'ri ish, barqaror hayot, oila degan so'zlarni ishlatiladi. Masalan, kimdir ishdan tashqari aytaylikki tadbirkorlikka qo'l ursa, bu qanday ish deb tanqid qilishadi, to'g'rimi? Hozirgida masalan, bunday olib qaragansa, influencermi, blogermi, onlayn ish deganda bizning ota-onamiz, masalan, men ota-onam aytadiki, bu axir ishmi, bu ish emas deb aytadi. Chunki ular mana shu ishlab o'rganib kelishgan, aziz do'stlar. Bu tajriba ota-onalarning bolalari uchun xavotir va ehtiyotkorlikni shakllantiradi. Umuman olib qaraganda, aziz do'stlar, yoshlar va qarama-qarshilikni aytib keladi. Bu yerda yoshlar ko'proq rizq va karyera imkoniyatlarini qidirishadi. Yangi g'oyalar va imkoniyatlar izlaydi. Ota-onalar bilan qarama-qarshilik, men mustaqil bo'lishim kerak bilan va barqaror ish topish deb mana shu yerda ikki ibora bir-biriga qarama-qarshilik qiladi. Misol uchun, bir do'stim aytaylikki startap ochadi
ota-onalari boshida qo'rqadi, lekin keyin natijasini ko'rib qo'llab-quvvatlaydi. Men o'ylaymanki, sizda bunday tajribalar mavjud bo'lgan, aziz do'stlar. Bu yerda aytmoqchimanki, balans va mutadil yo'l bo'lishi kerak. Qarorlar qabul qilishda ota-onalar fikriga e'tibor berish va o'z orzu maqsadlaringizni ham hisobga olish degan narsa bor. Ha, albatta ota-ona qayerdadir bizga yaxshilik tilab qoladi. Lekin biz aytamizki, meni orzu havaslarimchi degan. Chunki keyinchalik ota-ona hozirgi yoshlar farq qiladi deganda tushunmay qolishadi. Nima uchun degan savolni berishadi. Men sening yoshingda men bunday qilmaganman deb. Bilasizmi, men juda ko'p oilani bilamanki, va ularning farzandlari shuni aytadiki, bu sizning orzularingiz, bu sizning havaslaringiz. Meni orzu havaslarim umuman boshqacha. Hozir zamon boshqacha degan so'zlarni farzandlari aytganligi to'g'risida shikoyat qiladi ota-ona. Albatta, bu yerda men hattoki aytmoqchimanki, bizning ota-onamiz, umuman bizning farzandlarimiz ham farq qilinadi. Masalan, mening ota-onam meni farzandimga hozirgida dinozavrdek ko'rinadi. Va tabiiy holki, agar ular meni farzandimga birorta maslahat yoki birorta so'z aytsa, farzandim ha deb qo'yadi-yu, lekin o'zining bilganidan qolmaydi. Men ham farzandimga 100 bora aytganman, ish kasbini o'zgartirgin, bunday bo'lmaydi. Bu yarashmaydi, doimiy ravishda bu yerda stabilnost degan narsa kerak deb. Lekin farzandim birozgina albatta boshqacharoq fikrlaydi va shunda tushunib yetdimki, ha, demak hozirgi yoshlar birozgina boshqacha deb. Har ikki tomon uchun kompromiss, qisqa muddatli barqarorlik va uzoq muddatli rivojlanish, uyg'unlantirish. Ya'ni bizga farzandlarimiz ko'rsatish kerakki, ha, ular boshlagan startap qanday foyda keltiradi, qanday doimiylik bo'ladi deb. Masalan, biz aytadigan bo'lsak, davlatda ishlab parallel tadbirkorlik bilan rivojlanishni ham qilsangiz bo'ladi. Maslahat, ochiq muloqot qilish, fikrlarni tushuntirish va o'z maqsadlaringizni ochiq aytishingiz kerak bo'ladi. Agar psixologik jihatdan qaraydigan bo'lsak, ota-onalarni tushunish ham kerak, chunki ular tajribaga ega, himoya qilishni istaydi. Aytishadi-ku, ota-ona farzandiga yomonlikni tilamaydi deb. Yoshlar uchun e'tibor, o'z hayoti va rivojini ham e'tiborga olish kerak. Buni biz ota-onalar unutmasligimiz kerak. Misol tariqasida kelib chiqaradigan bo'lsak, bloger, tadbirkorlar, talabalar o'z maqsadlari bilan ota-onalarni suhbatga ishontirish. Qanday qadamlar tashlasak bo'ladi deganda, kichik tajribalar, natijalarni ko'rsatish, oila bilan ochiq muloqotda bo'lish. Albatta, bu yerda eng muhim rolni haqiqatan ham mana shu narsa aytaylikki, muhim rolni o'ynab qo'ygan. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, agar shunday ochiq-oydin suhbat, muloqot bo'lsa, ota-onalar bu narsaga qarshilik qilmaydi deb. Shuning uchun ham bu yerda farzandning ham muhim roli mavjud. Eng yaxshisi, eng mana shu ota-onaga beradigan maslahat, ota-ona farzandingizning bundaycha qilib aytganda, qo'polcha qilib aytganda, qanotlarini kesmang. Ha, ular shunday yo'l tanladi. Endi zamon boshqa, 21-asr. Qanday xulosaga kelamiz? Ota-onalarning bu doimiylikka bo'lgan qarashi tushunarli, lekin bu yoshlar uchun faqat qo'llab-quvvatlash sifatida xizmat qilishi kerak. Qarorlarni o'z xohishiga qarab qabul qilishi muhim. Biz sizlarga keyingi safar ota-onalar bilan qaror qabul qilganda o'z orzu va maqsadlaringizga ham aytib ko'ring deb aytamiz. Aziz do'stlar, biz esa mana shunday asnoda bugungi dasturimizni yakunlab qolamiz. To'liq darslarimiz bilan alkitab.media saytimizda tanishib olishingiz mumkin.